Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Yosh iqtidor egalari birinchi qism kitobi birinchi mavzusini ishlanish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi mavzuyimiz qo'shish va ayrishga doir sodda masalalar. Sinf ishi. Birinchi masala. Ko'k rangli vagonlarga yozilgan sonlar yig'indisini toping. Demak, bizda pastda poyezd berilyapti. Poyezdni vagonlaridan biz ko'k rangli vagonlarga yozilgan sonlar yig'indisini topishimiz kerak. 86 va 84 ko'k rangli ekan. Biz ularni yig'indisini topish uchun 86 qo'shamiz 84. 86 ga 84 ni qo'shadigan bo'lsak, 80 ga 80 ni qo'shamiz birinchi 160 bo'ladi. 6 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 10, 160 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsak 170. Demak, ko'k rangli vagonlarga yozilgan sonlar yig'indisi 170 ga teng ekan. Ikkinchi masalamiz sariq rangli vagonlarga yozilgan sonlar yig'indisini toping. Demak, bu yerda sariq ranglilar 49, 59 va 101. Demak, 49 qo'shamiz 59 va qo'shamiz 101. Biz har doim qo'shish amali bajarayotganimizda 0 bilan tugaydigan sonlarni qo'shganimizda oson bo'ladi. Mana biz 49 ga 101 ni qo'shsak 150 bo'ladi. 150 ga 59 ni qo'shish nisbatan osonroq hisoblanadi. Ya'ni 150 ga 50 ni qo'shamiz 200 bo'ladi. Keyin 9 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak 209 bo'ladi. Uchinchi masalamiz yashil rangli vagonlarga yozilgan sonlar yig'indisini toping. Yashil rangli vagonlar bu yerda 137, 263 va 92. Demak, 137 qo'shaman 263 qo'shaman 92. Xo'p, demak, yana xuddi shu qoida birinchi 0 bilan tugaydiganlarni qo'shishimiz oson bo'ladi. 137 ga 263 ni qo'shsak 400 bo'ladi ekan. 400 ga 92 ni qo'shsak 492. Bularni ustunli shaklda ham qo'shish mumkin. Kimga qaysi usul qulay bo'lsa, xuddi shu usuldan foydalansa bo'ladi. 4-masala qizil rangli sharlarga yozilgan sonlar yig'indisini toping. Demak, bizda pastda sharlar berilgan, qizil rangli sharlarga yozilgan sonlar yig'indisini topishimiz kerak. 46 va 69. 46 qo'shamiz 69. 69. Xo'p, demak, 40 ga 60 ni qo'shadigan bo'lsak 100 bo'ladi. 6 ga 9 ni qo'shsak 15 bo'ladi. Demak, 115 ekan. Xo'p. 5-masalamiz ko'k rangli sharlarga yozilgan sonlar yig'indisi nechi? Ko'k ranglilar demak, bular 23, 19 va 34. 23 qo'shamiz 19 qo'shamiz 34. Xo'p. Demak, birinchi 3 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 12, 12 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 16, 6-sini yozaman bir dilda. 3 ga 1 ni qo'shsak 4, 4 ga 2 ni qo'shsak 6, dildagi 1 7 bo'ldi. Demak, ko'k rangli vagonlarga yozilgan sonlar yig'indisi 76 ga teng ekan. 6-masalamiz demak, qizil va yashil rangli sharlarga yozilgan sonlar yig'indisini toping. Biz 4-masalamizda qizil rangli topgandik. Demak, biz hozir yashil ranglini topamiz va unga qizil ranglini qo'shib qo'yamiz. 55 ga 42 ni qo'shib olamiz birinchi. 55 qo'shilgan 42. 55 ga 42 ni qo'shadigan bo'lsak 97. 97 ga endi yuqorida qizil rangli topgandik, 115 chiqqandi. Shu 115 ni qo'shib qo'yamiz. 7 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 12, ikkisini yozamiz bir dilda. 9 ga 1 ni qo'shsak 10, dildagi bilan 11 bo'ladi. Birini yozamiz bir dilda. 1 ga endi 1 ni qo'shsak 2, 212 ga teng ekan. Qizil va yashil rangli sonlar sharlarda qo'shganimizda demak 212 chiqdi. 7-masala. 7-masalani biz crossword deb ataymiz, matematik crossword deymiz. Har doim bunaqa matematik crosswordlarda ishlayotganimizda bir dona yetishmayotgan joydan boshlash kerak. Ya'ni mana bu joydan yoki bu joydan boshlash kerak. Shunda o'z-o'zidan oson bo'ladi ishlashimiz. Mana 9 ga o'zi har doim misol yoki masala ishlayotganimizda savol bersak o'zimizga o'zimiz oson chiqadi. 9 ga nechini qo'shsak 15 bo'ladi.
Yoki 15 dan 9 dan ayriymiz. 15 dan 9 dan ayirsak 6 chiqar ekan. 9 ga 6 ni qo'shsak, shunda 15 bo'ladi. Mana 9 ga nechini qo'shsak 12 bo'ladi yoki 12 dan 9 dan ayriymiz. 12 dan 9 dan ayirsak 3 chiqadi. 3 ga nechini qo'shsak 11 bo'ladi. 11 dan 3 dan ayirsak 8. 6 ga 8 ni qo'shsak, demak 14. So'roq o'rnidagi son 14 ga teng ekan. 8-chisini ham xuddi shunaqa bir dona yetishmayotgan joydan boshlab ishlaymiz. 19 dan nechini ayirsam 8 chiqadi. 19 dan 8 dan ayriymiz. Uni topish uchun 19 dan 8 dan ayirsak 11. 19 ga nechini qo'shsam 36. 36 dan demak 19 dan ayriymiz. Ayirsak 17 chiqdi. Mana 19 ga 17 ni qo'shadigan bo'lsak 36 bo'lar ekan. Endi 11 dan nechini ayirsam 6 bo'ladi. 11 dan 6 ni ayirsam, demak xuddi o'sha son chiqadi, ya'ni 5 ekan. 17 dan 5 ni ayirsak 12. So'roq o'rnidagi son 12 ga teng ekan. 9-masalamiz. 9-sida aytayaptiki, 76, 77 va 3 ta nuqta 81, 82 tushirib qoldirilgan sonlar yig'indisini toping. Xo'p, demak 3 ta nuqtamiz biz sonlar qatorini yozayotganimizda ikki xil holatda kelar ekan. Birinchisi mana shunaqa bizga berilgan holatdagidaqa, ya'ni o'rtada kelar ekan. Bu degani o'rtada yozilgan sonlar hammasi bo'ladi. Faqat men dangasaman, ularni yozmadim deb tushunib olsak ham bo'laveradi. Ikkinchi holatimiz qanaqa bo'ladi? Ikkinchi holatimiz 1, 2, 3, 4, 5, yana iyog'iga 3 ta nuqta qo'ydik. Xo'p, 3 ta nuqta qo'yadigan bo'lsak, bu 3 ta nuqta eng oxirida kelgani, bu sonlar cheksiz ko'p, oxirigacha yozmadim. Ya'ni uni chegarasi yo'q. Qancha yozsang ham tugamaydi. Yani umringni oxirigacha yozsang ham tugamaydi deb tushunib olsangiz bo'laveradi. 3 ta nuqta demak oxirida kelsa, uni yozganim bilan tugatolmayman. O'rtada kelsa, men shu o'rtadagilarni yozmadim, dangasalik qildim deb tushunib olsak bo'laveradi. Demak, bizda tushirib qoldirilgan sonlar 77 dan keyin albatta 78 keladi. Hop, undan keyin 79 va undan keyin 80. 81 dan boshlab 82 o'sa ikkalasi bor. Hop, qo'shish amalini yana qulay usulda foydalanamiz. Agar uchalasi ham 80 bo'lganda 80 ni 3 ga ko'paytirardik. 240 chiqardi. Lekin bu 78 imiz 80 dan 2 ta kam. 79 imiz esa 1 ta kam. Jami demak 240 dan bizda 3 ta kam ekan. Shuning uchun 240 dan 3 ta ayirib qo'yamiz. Javobimiz 237 chiqadi. Tushirib qoldirilgan sonlar yig'indisi 237 ga teng ekan. Hop, 10-masala. 10-masalamizda ham quyidagi hisoblashlar to'g'ri bajarilgan so'roq belgisi o'rnida qaysi son bo'ladi? Ya'ni bu ham matematik crossword. Bir dona yetishmayotgan joydan boshlaymiz. Hop, bir dona yetishmayotgan joy bu eng pastida. Mana 8 dan nechini ayirsam 4 chiqadi deyapti. 8 dan demak 4 dan ayirsam 4 chiqadi. Endi qarang, mana bu yerdagi sondan 9 dan ayirsam 4 chiqibdi. Demak 9 dan ayirmaganim nima bo'lardi? Shuni biz topish uchun 9 ga 4 ni qaytarib qo'shamiz. 9 ga 4 ni qaytarib qo'shsak 13 bo'ladi. Bu yerdagi sonimiz 13 ekan. Mana 13 dan endi 9 dan ayirsak rostdan ham 4 chiqadi. 8 ga nimani qo'shsam 13 chiqadi. Buni topish uchun 13 dan 8 ni ayiramiz. Bu 5 bo'ladi. Mana 8 ga 5 ni qo'shsak rostdan ham 13 chiqadi. Tekshirib ishlanadi har doim shunaqa. 5 ga nimani qo'shsam 8 bo'ladi. Albatta 3 ni qo'shganimizda. Buni topish uchun 8 dan 5 dan ayirsak ham chiqaveradi. So'roq o'rnidagi son demak 3 ga teng ekan. 11-si ham xuddi shunaqa matematik crossword. Demak, unda ham bitta yetishmayotgan joydan boshlab ishlaymiz. Mana bu yerdagi mana nuqta qo'ydik. Shu yerdagi sondan 12 ni ayirsam 2 chiqibdi. 12 ni ayirmadim. Ayirmaganimda necha edi u? Qaytarib qo'shamiz 12 ni. Shuning uchun 12 ni 2 ga qaytarib qo'shsak 14 chiqar ekan. 14 dan rostdan 12 ni ayirganimizda 2 chiqadi mana. 3 ga nechini qo'shsak 12 chiqadi. 3 ga 9 ni qo'shsak chiqadi 12. 12 dan shunda 3 dan ayirsak ham 9 chiqadi.
Xo'p, endi bu yerdagi songa mana 14 ni qo'shgan ekanman. 22 bo'libdi. Buni topish uchun 22 dan 14 ni ayirsak bo'laveradi. Ya'ni 8 chiqar ekan. Endi mana bu yerdagi so'roq o'rnidagi sondan 8 ni ayirsam 9 chiqibdi. 8 ni ayirmaganimda, ya'ni 8 ni ayirmaganimda 9 bilan 8 ni yig'indisiga teng bo'lardi. So'roq o'rnidagi son demak 17 ekan. 17 dan 8 ni ayirsam shunda 9 chiqadi. Demak, ishladik. 12-chi masala, demak 12-sida aytyapti, quyidagi amallar ketma-ketligiga ko'ra so'roq o'rnidagi sonni toping. Demak, bizda 136 ga 242 ni qo'shib, undan chiqqan natijadan 98 ni ayiradigan bo'lsak, so'roq o'rnidagi son chiqar ekan. 6 ga 2 ni qo'shamiz, ustunlik holatda turibdi, tayyor. Qo'shib qo'yamiz. 6 ga 2 ni qo'shsak 8, 3 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 7. Hop. 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 3. 378 ni endi 98 ni ayiramiz. 98 ni ayiramiz. Ayirsak 8 dan 8 ni ayirsak 0. Bir qarz olib beramiz. 17. 17 dan 9 ni ayiradigan bo'lsak 8. 280 bo'lar ekan. Demak, so'roq o'rnidagi son 280 ga teng. 13-masalamiz quyidagi yig'indiga ko'ra harflar o'rnida bo'lishi mumkin bo'lgan raqamlar yig'indisini toping. Xo'p, demak bu oddiy qo'shish amali ustunlik yozilgan, faqat bizni qiyinlashtirish uchun ma'lum bir sonlarda, ma'lum bir raqamlarda o'rniga harflar yozib qo'ygan. Shu harflarni topishimiz kerak ekan. Buni sonli rebus deb ataymiz. Bizda har doim biror bir songa 0 qo'shsak, o'sha sonni o'zi kelib chiqadi. Shu qoidadan foydalanamiz ekan. Demak, b ga 0 ni qo'shsak 5 bo'lyaptimi? Demak, bu yerdan b ni qiymati 5 ekanligini bilib oldik. Chunki 5 ga 0 ni qo'shganimizda keyin 5 bo'ladi. Mana keyingi 8 ga 7 ni qo'shsak 15, demak 5 ni yozyapti. Biritilda bu yerda o'tyapti. 1 ga 7 ni qo'shib olamiz birinchi. 8. 8 ga nimani qo'shsak 9 bo'ladi. Demak, s chiqdi. Bundan s 1 ga teng ekan. Xo'p. Endi a ga 6 ni qo'shsak 0 bo'lyapti. Ya'ni 0 deganimiz bu yerda 10. A 4 bo'lsagina keyin 10 bo'ladi. Demak, a ni o'rniga 4 qo'yamiz ekan. Shunda 10 bo'ladi, 0 ni yozamiz. 1 tilda bu yoqqa o'tadi. 3 ga 1 ni qo'shsak 4, 4 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 8. Bizda mana har bir harfimiz tayyor bo'ldi. B 5 ga, S 1 ga, A 4 ga teng ekanligi ma'lum ekan. Shularda hammasini yig'indisi necha bo'ladi deb. Yig'indisi 10 ga teng chiqar ekan. To'g'ri javobimiz bu yerda 10 bo'ladi. Yakuniy javob. 14-misol quyidagi qo'shish amalida berilgan ma'lum, noma'lum sonni toping. Demak, bu ham sonli rebus va 13-siga nisbatan anchagina oson desak ham bo'laveradi. Xo'p, qanaqasiga? Mana bu 37 deylik. 37 ga qandaydir ikkita katakcha qo'shyapmiz. Ikkita noma'lumni qo'shyapmiz. Ya'ni ikki xonali sonni qo'shsak 48 bo'ldi deylik. Qarang, 37 ga nimani qo'shsak 48? Hozirgiga o'xshab savol beramiz. Buni topish uchun mana shu 48 dan biz ayiramiz 37 ni. 48 dan 37 ni ayirsak, 8 dan 7 ni ayirsak 1, 4 dan 3 ni ayirsak ham 1. Bizda ham hozir xuddi shu 48567 ga qaysi sonni qo'shsak 97602 bo'ladi deyapti. Biz uni topish uchun 97602 dan shu 48567 ni ayirib qo'yamiz. Demak, shunda qarz olib beramiz bu yoqqa. 12 bo'ladi. 12 dan 7 ni ayirsak, hop 5 chiqadi. Bu yerda 9 qolgan, chunki bundan qarz olganmiz. 9 qolgan, 9 dan 6 ni ayirsak 3 tushadi. Bu yerda 5 qolgan, 5 dan 5 ni ayirsak 0. Yana bir qarz olib beramiz ekan. 17, 17 dan 8 ni ayirsak 9. Bu yerda 8 qolgan, 8 dan 4 ni ayirsak 4. Demak, biz 48567 ga 49035 ni qo'shadigan bo'lsak 97602 chiqar ekan. Xo'p, demak, noma'lumimiz 49035 soni ekan.
15 savol. Nodir 2 sonning ayirmasini hisobladi va 3 ta raqam ustini qizil ruchka bilan bo'yab qo'ydi. Nodir bo'yagan raqamlarni qo'shsa natija nechiga teng chiqadi? Xo'p, buni biz ustunli shaklda yozib olamiz. Ustunli shaklda demak yozyapmiz. Mana shu katakcha 24 ayiriyman. Yana bitta katakcha va 5. Natija chiqyapti. Bu yerda bo'yalgan katakcha va 22. Xo'p, demak men 4 dan 5 ta ayira olmayman. Shuning uchun bir qarz olib beramiz. O'shunda 14, 14 dan 5 ta ayirsak 9 chiqadi. Demak, bundan men eng oxirgi katakcham 9 ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu yerda hozir 2 dan 1 qarz olganimiz uchun 1 qolgan. 1 dan qaysi sonda ayirsak 2 bo'ladi. 1 dan hech qaysi sonda ayirsak 2 bo'lmaydi. Shuning uchun bu yoqdan 1 qarz olib beramiz. 1 qarz olib bersak 11. 11 dan nimani ayirsak 2 bo'ladi? 9 dan ayirsak 2 bo'ladi. Ikkinchi katakchamiz ham 9 ekan. Endi mana bu yerdan 1 qarz olganmiz va u pastga to'g'ridan to'g'ri 2 bo'lib tushyapti. 2 bo'lib tushyapti. Xo'p, 1 qarz olib berganimiz uchun 1 qaytarib qo'shamiz. 1 qaytarib qo'shganimizda u birinchi katagimiz 3 ga teng ekan. Ya'ni u misolimiz 324 ayrilgan 95 edikan. Shunda u 229 chiqar edikan. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Demak, bizda noma'lum, ya'ni bo'yalgan kataklardagi sonlar 3, 9 va yana 9 ekan. O'shalarni yig'indisi, ya'ni qo'shganimizda necha chiqadi? 9 ga 9 ni qo'shsak 18. Hop, 18 ga 3 ni qo'shsak 21. Bizda bo'yalgan kataklarning yig'indisi 21 ga teng ekan. 16-masala. Yo'lovchi dastlab mashinada 380 km, velosipedda 40 km, so'ng yana 25 km piyoda yo'l yurdi. Hop, yo'lovchi jami qancha yo'l yurdi? Uni bizda chizmada ham ko'rsatib qo'ygan. Hammasini qo'shib qo'ysak bo'ldi. Demak, hammasini qo'shadigan bo'lsak, 380 ga 40 ni qo'shsak 420, 420 ga 25 ni qo'shadigan bo'lsak 445 kilometr yuribdi. Jami 445 kilometr yo'l yurgan. Hop, 17-masala. Do'konga birinchi kuni 42 tonna, ikkinchi kuni esa birinchi kungidan 24 tonna ko'p kartoshka sotilibdi. Shu 2 kunda hammasi bo'lib necha tonna kartoshka sotilgan? Har doim masala ishlayotganimizda masalani qisqa shartini tuzish kerak. Bundan oldingilarda qisqa shartini tuzmadik, lekin endi bundan buyog'iga har bir masalaga qisqa shartini tuzmasak, hop, qiynalamiz ishlashga. Birinchi kuni qancha sotibmiz? Birinchi kuni 42 tonna sotibmiz. Endi ikkinchi kuni esa birinchi kungidan 24 tonna ko'p. Ikkinchi kuni 24 tonna ko'p. Kimdan ko'p desak, birinchi kundan deydi. Mana strelka qilib qo'yamiz. Xo'p, demak, jamini top deyapti bizdan. Jamini topish uchun bizga birinchi kun va ikkinchi kun qanchadan sotganligi kerak. Bizda birinchi kun tayyor holatda bor, ikkinchi kun topish kerak. Ikkinchi kunni topish uchun birinchi kungiga 24 tonna qo'shishimiz kerak. 42 ga 24 ni qo'shadigan bo'lsak, 2 ga 4 ni qo'shsak 6, yana 2 ga 4 ni qo'shsak 6. Ikkinchi kuni 66 tonna sotibdi. Endi jami 2 kunda qancha sotdi deganlik uchun ikkinchi kunga birinchi kunni qo'shib olamiz. Mana shu 66 ga yana 42 ni qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsak 8 bo'ladi. 4 ga 6 ni qo'shsak 108. Jami shu 2 kunda 108 tonna kartoshka sotilibdi. Javobimiz 108 tonna 2 kunda. Xo'p. 18-misol. Sobir hozir 9 yoshda bo'lib, otasi Sobirdan 26 yosh katta. Agar bobosi otasidan 22 yosh katta bo'lsa, boboni yoshini toping. 10 yildan keyin bobo necha yoshga to'ladi?
Xo'p, demak, Sobirni bilamiz hozir biz. Sobir 9 yosh ekan. 9 yosh. Xo'p. Va aytayaptiki, Sobirning otasi undan 26 yosh katta ekan. Otasi deymiz 26 yosh katta. Kimdan katta bo'ladi? Albatta, Sobirdan katta bo'ladi. Bobosi, Sobirning bobosi esa 22 yosh. 22 yosh. Katta. Kimdan katta? Sobirning otasidan katta ekan. Xo'p, demak, biz Sobirning otasining yoshini topamiz hozir. Sobir 9 yoshda bo'lsa, otasi undan 26 yosh katta ekan. 9 ga 26 ni qo'shamiz. Sobirning otasi hozir 35 yosh ekan. Endi Sobirning bobosi, ya'ni otasi. Otasidan 22 yosh katta ekan. Otasining yoshi bizda ma'lum 35. Unga 22 yosh qo'shadigan bo'lsak, 57 yoshda ekan bobosi. 10 yildan keyin esa 57 qo'shilgan 10 bo'ladi. 57 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsak, 67 yoshga kirgan bo'lar ekan. Xo'p, demak, bobosi hozir 57 yoshda, 10 yildan keyin esa 67 yoshga kirar ekan. 19-masala. Sardorda hozir 25 ming so'm pul bor. Sardorda. Hoshimda esa 19 ming so'm pul bor. Hoshimning puli Sardornikidan qancha kam? Demak, Hoshim va Sardorda pul bor ekan. Demak, birinchi Sardor haqida gapiryapti. Sardorda 25 ming so'm pul bor. Hoshimda esa 19 ming so'm pul bor ekan. Sardorning puli Hoshimnikidan qancha ko'p deyapti. Demak, uni qancha ko'pligini topish uchun ayirishimiz kerak. Oxiridagi 3 tani o'z-o'zidan to'g'ridan-to'g'ri tushaverar ekan. Bir qarzni beramiz. 15 dan 9 dan ayirsak 6. 6 ming so'm ko'p ekan. Kimning puli ko'p? Sardorning puli ko'p. Sardorda. O'zi boshida aytayaptiki, Sardornikidan bu yerda Sardornikidan qancha kam degan ekan. Demak, Sardorda ko'p bo'lsa, Hoshimda kam bo'ladi. Sardorda 6 ming ko'p ekan, demak Hoshimda 6 ming kam bo'ladi. 20-masala. Tumanda ikkita shakar ishlab chiqaruvchi korxona bor. Birinchi korxona bir oy davomida 380 kg. Ikkinchi korxona esa birinchi korxonadan 50 kg ko'p shakar ishlab chiqaradi. Ikkita korxona birgalikda bir oy davomida qancha shakar ishlab chiqaradi? Xo'p, demak, biz yozib olamiz. Ikkita korxonamiz bor. Birinchi korxona bir oyda 380 kg ishlab chiqaradi. 380 kg. Ikkinchi korxona esa birinchi korxonadan 50 kg ko'p. 50 kg ko'p. Kimdan ko'p deb savol bersangiz, o'z-o'zidan aytadiki, birinchisidan ko'p deydi. Bizdan jamini so'rayapti. Jamini topish uchun ikkinchi korxonada qanchaligini topishimiz kerak. 380 ga shunday 50 ni qo'shadigan bo'lsak, xo'p, 430 kg ekan. Bu ikkinchi korxonani bir oyda ishlab chiqaradigan shakari. Endi unga birinchi korxonada bir oyda ishlab chiqariladigan shakarni qo'shadigan bo'lsak, jami 2 oyda ikkala korxona bir oyda qancha shakar ishlab chiqarishi kelib chiqadi. Demak, 430 kg ikkinchi korxona, birinchi korxona esa 380 kg. Qo'shamiz. 0 ga 0 qo'shsak 0, 8 ga 3 qo'shsak 1, 11, ya'ni 1-ni yozdik. 1 dilda 4 ga 3 qo'shsak 7, dildagi bilan 8. 810 kg ishlab chiqarishar ekan ular bir oy davomida. Ikkala korxona. 21-misol. 21-misolda
bir dona handalakning o'rtacha og'irligi 4 kilogramm bo'lib, qovun handalakdan 7 kilogramm og'ir deyapti. Qovun handalakdan 7 kilogramm og'ir. Qarang, handalak 4 kilo ekan. Qovun undan 7 kilogramm og'ir. Agar tarvuz qovundan 3 kilogramm og'ir bo'lsa, tarvuzning og'irligini toping. Birinchi handalak bor ekan. Handalak. to'rt kilogramm. O'zi pastda mening og'irligim 4 kilogramm deb mana bu handalakligini aytyapti. Men handalakdan 7 kilogramm og'irman. Handalakdan 7 kilogramm og'ir bo'lsa, handalak 4 kilogramm. Handalakka 4 kilogramm qo'shib 4 ga 7 ni qo'shsak, mana shu yerda 11 kilogramm. Ya'ni bu qovunimiz 11 kilogramm ekan. Agar men qovundan 3 kilogramm og'ir bo'lsam, debdi. Qovun 11 bo'lsa, 11 ga shunday 3 qo'shamiz, tarvuz og'irligi kelib chiqadi. 14 kilogramm. Xo'p, endi biz uni o'zi aslida mana bunaqa handalak 4 kilogramm, qovun esa deb turib mana qovun deb turib qovun handalakdan 7 kilogramm og'irman deyapti. 7 kilogramm ko'p. Kimdan ko'p desangiz, mana shu yerda handalakdan ko'p deb turib, undan keyin tarvuz deb yozardik. Tarvuz esa 3 kilogramm ko'p. Kimdan ko'p? Qovundan ko'p. Mana qovunga strelka qilamiz. Endi biz tarvuz topish uchun mana qovunni topishimiz, qovun topish uchun 4 ga 7 ni qo'shishimiz kerak. Mana bunday qilib. Keyin biz 4 ga 7 ni qo'shganimizdan keyin chiqqan javobga 3 qo'shardik, tarvuz bo'lardi. Tarvuzning og'irligi hozir mana bu yerda hisoblab qo'ydik. 14 kilogramm ekan. 22-savol. Masala. Anvarning bo'yi 150 cm, Sobirning bo'yi esa 120 cm bo'lsa, Anvar Sobirdan necha santimetr uzun? Xo'p, demak, Anvarning bo'yi 150 ekan. Bu mana shu birinchida turganimiz Anvar ekan. Ikkinchida turganimiz demak Sobir ekan. Anvarning bo'yi Sobirning bo'yidan necha santimetr uzun deyapti. Buni topish uchun ikkalasini bo'ylarini ayirishimiz kerak. 150 dan 120 santimetrdan ayirishimiz kerak. Ayirsak 30 santimetrga uzun ekan Anvarning bo'yi Sobirdan. Keyingi masala, rasmda ikkita qo'ziqorin ko'rsatilgan. Ularning balandliklari o'rtasida qancha farq bor? Xo'p, balandliklar orasidagi kataklarni sanab qo'ysak ham bo'laveradi. Xo'p, bu shkala deyiladi mana. Bitta katak, ikkita katak, uchta katak, to'rtta katak, beshta katak. Orasidagi farq 5 ga teng ekan. Xo'p, endi har doim ham xuddi shunaqa chiqmaydi. Bitta katakning o'zi qiymati aniq bo'ladi. Bitta katakning qiymati nechaga tengligini topish kerak. Uni topish uchun mana bu 12 gacha bo'lgan joyda o'zi nechta katak borligini topishimiz kerak. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, 10ta, 11ta, 12ta. Demak, bu yerda 12 ta katak bor ekan. Har bir katagimiz birdan ekanligi ma'lum bo'ldi. Endi bu qo'ziqorinlar orasidagi farqni topadigan bo'lsak, 5 ga teng chiqdi. Agar mana bunaqa bo'lib qolsa, mana misol uchun, mana bu yerda 0 bilan boshlanyapti. Bitta katak, ikkita katak, uchta katak, to'rtta katak, beshta katak bo'lib turib, mana shu joy 15 bo'lib qoladigan bo'lsa, bunda bizda bitta katakning qiymati 1 ga teng bo'lmaydi. Bitta katakning qiymati mana qarang. Bitta katak hozir, ikkita katak, uchta katak, to'rtta katak, beshta katagimiz 15 ga teng bo'lyapti. Ya'ni 0 dan 15 gacha bo'lganligi uchun 15 da endi biz 5 ta katakni qiymatiga bo'lib olamiz. 5 ga bo'lsak, bitta katakning qiymati 3 dan ekan. Mana bu 3, keyingisi 6 bo'ladi, undan keyingisi 9, undan keyingisi 12 bo'lib turib, mana 15 bo'ladi. Shuning uchun hozir birinchisida biz 12 gacha bo'lgan joylarda sanab oldik. Ya'ni 12 gacha bo'lgan joyimiz 12 ta katakka tengligidan har bir katagimiz 1 ga teng ekanligi kelib chiqdi.
24 masala tarvuzning narxi 18 ming so'm. Qovun esa tarvuzdan 3 ming so'm arzon. Bitta qovun va bitta tarvuzning birgalikdagi narxini toping. Xo'p, mana bu yerda o'zi gap bilan ham beryapti. Mening narxim deyapti, mana 18 ming so'm. Men tarvuzning narxidan 3 ming so'm arzonman deyapti. Xo'p, demak, tarvuzni tagiga yozamiz. 18 ming so'm ekan buni narxi. Qovun esa 3 ming so'm arzon ekan. 18 ming ayrilgan 3 ming. 18 mingdan 3 mingni ayiradigan bo'lsak 15 ming so'm chiqar ekan. Qovun narxi esa 15 ming so'm ekan. Ikkalasini birgalikdagi narxini toping deyapti. Demak, 18 mingga 15 mingni qo'shib qo'yamiz. Orqasiga demak 3 ta nolimiz o'tadi. 18 ga 15 ni qo'shamiz, 33. Ikkalasini birgalikdagi narxi 33 ming so'm ekan. Hop, 25-savol. Restoranda dushanba kuni jami 120 ta mijozga xizmat ko'rsatdi. Seshanba kuni esa dushanba kungidan 25 ta ko'p mijozga xizmat ko'rsatdi. Chorshanba kuni esa seshanba kungidan 30 ta kam mijozga xizmat ko'rsatdi. Shu 3 kun davomida jami nechta mijozga xizmat ko'rsatilgan deyapti. Demak, birinchi kuni dushanba kuni xizmat ko'rsatish. Dushanba. Nechta odamga? 120 ta odamga. 120 ta odamga xizmat ko'rsatdi. Keyingi kunimiz seshanba. Seshanba esa 25 ta ko'p. Kimdan ko'p? Dushanba kungidan ko'p ekan. Shuning uchun dushanbadan ko'p deb strelka qo'yyapmiz. Chorshanba esa mana. Chorshanba. Seshanba kungidan 30 ta kam. 30 ta kam deb yozib olyapman. 30 ta kam. Kimdan kam? Mana bu seshanba kungidan. Demak, birinchi navbatda seshanba kuni nechta xizmat ko'rsatgan? Shuni topishimiz kerak. 120 tadan 25 ta ko'p bo'ladigan bo'lsa, 120 ga 25 qo'shamiz. 145 ta mijozga xizmat ko'rsatgan ekan. Demak, seshanba kuni. Chorshanba kuni esa undan 30 ta kam. Shuning uchun 145 ayrimiz 30. 145 dan 30 ayriydigan bo'lsak, 115. 115 ta mijozga xizmat ko'rsatgan ekan. Xo'p, demak, jami 3 kun davomida deganlik uchun birinchi kuni 120 ta, shuni ham bu qatorga yozib oldim. Menga qo'shishimga oson bo'ladi. Mana shu uchalasini qo'shaman, ustunlik qo'shib qo'yaveraman. 0 ga 5 ni qo'shsam 5, 5 ga yana 5 ni qo'shadigan bo'lsam 10. 0 ni yozaman bir dilda. 2 ga 4 ni qo'shsam 6, 6 ga 1 ni qo'shsam 7, dildagi bilan 8. Xo'p, 1 ga 1 ni qo'shsam 2, mana bu 1 bilan 3 bo'ldi. Demak, 3 kunda ular 380 ta mijozga xizmat ko'rsatishgan. Dushanba, seshanba va chorshanba kuni jami bo'lib 380 ta mijozga xizmat ko'rsatilgan ekan. 26-masala. Mashina manzilgacha bo'lgan yo'lni 3 soatda bosib o'tmoqchi. Mashina birinchi soatda 65 km, ikkinchi soatda esa undan 15 km kam masofa bosib o'tdi. Agar jami manzilgacha yo'l 170 km bo'lsa, 3-soatda necha kilometr yo'l bosib o'tish kerak? Demak, jami yo'limiz bor ekan, 170 km. Xo'p, eslab qo'yamiz. Xo'sh, bizda yo'l bor. Yo'l 170 km. Birinchi soatda, mana birinchi soatda qancha yurdik? Xo'p, birinchi soatda 65 km yo'l yurib bo'ldik. Ikkinchi soatda esa undan 15 km kam masofa bosib o'tib. Ikkinchi soatda 15 km kam. Kimdan kam? Birinchi soatdagidan kam. 3-soatda bizga top deyapti. U qancha yurgan bo'ladi deyapti. 3-soatda topishimiz kerak. Xo'p, bizda birinchi soatda yurgani bor, ikkinchi soatdagisini topishimiz
kerak. Ikkinchi soatda, demak, birinchi soatga nisbatan 15 kam. 65 ayrilgan 15. 65 dan 15 ni ayirsak 50. 50 kilometr yuribdi, demak, ikkinchi soatda. Birinchi va ikkinchi soatda jami bo'lib qancha yurdi? 50 ga 65 ni qo'shamiz. Jami 115 kilometr yurdi. Endi o'z yo'limiz 170 kilometr. Undan biz 2 soatda yurganimizni ayirib oladigan bo'lsak, 3-soatga qoladi. Demak, 170 ayrilgan 115 kilometr. Ayiradigan bo'lsak, bir qarz beramiz. 10 dan 5 dan ayirsak 5 chiqadi. Bu yerda 6 qoldi. 6 dan 1 dan ayirsak 5. 3-soatga, demak, 55 kilometr yo'l yurish kerak. 3-soatda. Keyingi savolimiz 27. Bundan 24 yil ilgari Maftumbek ismli bola yaxnaqaymoq nomli muzqaymoqni tasodifan ixtiro qildi. O'sha vaqtda u 12 yoshda edi. Hozir Maftumbek necha yoshda? Xo'p, demak, bundan 24 yil ilgari deyapti. Demak, o'sha voqea bo'lganiga 24 yil bo'ldi degani bu. Bundan 24 yil ilgari degani 24 yil o'tib ketdi o'sha voqea bo'lganidan beri deyapti. O'sha paytda u bola necha yoshda ekan? 12 yoshda ekan. Undan beri 24 yil o'tibdi demak. 12 ga 24 qo'shsak, Maftumbekni hozirgi yoshi kelib chiqadi. 12 ga 24 qo'shsak 36. Demak, Maftumbek 36 yoshda ekan. 28-chi masala. Quyidagi berilgan qo'shish amalida yig'inda eng katta son bo'lishi uchun yulduzcha o'rnida qanday raqam bo'lishi kerak deyapti. Demak, yig'inda eng katta bo'lishi uchun mana shu yerda ko'pchilik xato qiladi. Yulduzchani o'rniga 9 qo'yib qo'yiladi. 9 qo'ysam, aslida qo'shayotganimda eng katta raqam qo'yib olyapman yulduzchani o'rniga. Shunda to'g'ri bo'ladi deb o'ylaymiz, lekin aslida yig'inda eng katta bo'lish uchun mana bu joyda 9 qilishimiz kerak. Ya'ni to'rtburchakda o'rnini 9 qilishimiz kerak. Endi qo'shishni boshlaymiz. 7 ga 6 ni 7 ga 9 ni qo'shsak 16. 6sini yozamiz, 1 bu yoqqa o'tyapti. Endi 1 ga mana bu pastdagi 1 ni qo'shib olamiz. Bu 1 ga mana bu pastdagi 1 ni qo'shib oldik. U 2 bo'ladi. 1 ga 1 ni qo'shsak 2, ashunda mana yulduzchamiz 7 bo'lsa keyin 9 bo'lar ekan. Yulduzchamiz 7 ga teng ekan. Endi mana 5 ga 4 ni qo'shsak 9, tilda hech narsa o'tmayapti. 8 ga mana bu gulni bargini qo'shadigan bo'lsak 2 bo'lyapti. Ya'ni bu 12 degani. Mana shu gulimiz 4 ga teng ekan. Demak, yulduzchamiz 7 ga teng ekan. Gulni bargi esa 4 ga teng ekan. Demak, bizdan yulduzcha o'rnida qanday bo'lishi kerak degani, yulduzcha o'rnida 7 bo'lar ekan. Biz uni agar hisoblamasdan eng katta bo'lish uchun albatta 9 bo'lishi kerak desak, xato bo'lib qolar ekan. 29. Quyidagi amallar ketma-ketligiga ko'ra so'roq o'rnidagi sonni toping. Ya'ni 1234 ga 2345 ni qo'shsak ham A degan son chiqar ekan. 321 ga mana bu so'roq o'rnidagi sonni qo'shsak ham A degan son chiqar ekan. Shuning uchun men birinchi navbatda 1234 ga qo'shib olaman 2345 ni. Shunda bizda A son necha ekanligi kelib chiqadi. 4 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 9, 3 ga 4 ni qo'shsak 7, 2 ga 3 ni qo'shsak 5, 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 3. A sonimiz 3579 ekan. Biz undan 321 dan ayirsak, so'roq o'rnidagi son chiqar ekan. 321 dan ayiryapmiz. 9 dan 1 dan ayirsak 8, 7 dan 2 ni ayirsak 5, 5 dan 3 dan ayirsak 2 va 3 o'z-o'zidan tushyapti. Demak, so'roq o'rnidagi son 3358 ekan. 30-masala. Ikkita gulning har bir yaprog'iga son yozilgan. Bir yaproq berkitilgan. Gullardagi sonlar yig'indisi o'zaro teng
berkitilgan yaproqda qanday son yozilgan. Demak, bizda mana ikkita gul ko'rsatilyapti. Ikkita gulda mana bu katta gulimiz ochiq holatda turibdi va u kichik gulni bitta yaprog'ini to'sib qolyapti. Demak, shunda bizda katta gulga yozilgan sonlarning yig'indisini qo'shganimda kichik gulga yozilgan sonlar yig'indisi bilan teng chiqishi kerak ekan. Shuning uchun birinchi navbatda katta gulga yozilgan sonlar yig'indisini qo'shaman. Men 1 ga 9 ni qo'shsam oson bo'ladi. 10. 3 ga 7 ni qo'shsam 10. Demak, bu ikkalasi 20 bo'ldi. Mana bu bilan 5, 25. Demak, katta gulga yozilgan sonlarning yig'indisi 25 ga teng ekan. Kichik gulga yozilgan sonlar yig'indisini hisoblashni boshladim. 4 ga 6 ni qo'shsam 10, 2 ga 8 ni qo'shsam yana 10. Demak, u ikkalasini qo'shsam 20 bo'ldi. Men u 25 dan 20 ni ayirsam, yopilib qolgan bargdagi son chiqar ekan. Demak, yopilib qolgan bargdagi son 5 ga teng ekan. 31-masala. 31-sida rasmda berilgan oltiburchaklarning uchlariga sonlar yozilgan. Agar bu ikkala oltiburchak uchlaridagi sonlar yig'indisi o'zaro teng bo'lsa, so'roq o'rnidagi sonni toping, deyapti. Demak, mana bu oltiburchagimizga yozilgan sonlar yig'indisi bu oltiburchakka yozilgan sonlar yig'indisi bilan teng ekan. Bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Ikkalasida ham A va B sonlari bo'lar ekan, ya'ni A va B. A bilan B ni o'rniga men qaysi sonlarda olsam ekan deb o'ylab o'tirmaymiz ekan, chunki ikkalasida ham bor ekan. Shuning uchun biz ikkalasida ham borligi uchun A va B sonlarini yozmasdan hisoblab chiqamiz. Bunisini birinchi oltiburchak desak, bunisini ikkinchi oltiburchak deymiz. Birinchi oltiburchakka yozilgan sonlar yig'indisini qo'shyapman. Ular 2, 7, 3 va 5. Demak, birinchi oltiburchakka yozilgan sonlar yig'indisi 7 ga 3 ni qo'shsak 10, 2 ga 5 ni qo'shsak 7 bo'lib turib 17 chiqdi. Ikkinchi oltiburchakka yozilgan sonlar yig'indisini qo'shyapman. Demak, so'roq qo'shaman 1, qo'shaman 2 va qo'shaman 9. Bu ham 17 chiqish kerak, chunki ikkala oltiburchakka yozilgan sonlar yig'indisi o'zaro teng edi. 1 ga 9 ni qo'shsam 10, mana bu bilan 12 bo'ldi. Demak, so'roq 12 ga nimani qo'shsak 17 bo'ladi. So'roq bu yerda 17 ayrilgan 12 ga teng ekan. 17 dan 12 ni ayirsak, so'rog'imiz 5 ga teng bo'lar ekan. So'roq o'rniga 5 qo'ysak to'g'ri bo'lar ekan. Hop, bizda A, B ni oqtarib topib o'tirmadik, sababi bu ikkalasida ham qatnashganligi uchun uni tushuntirdim. 32-masala. Rasmda ko'rsatilgan 4 ta qism bir-biriga mos ulanganda hisoblash amali yozilgan to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Misolning javobini toping. Bu puzzle deyiladi. Yosh bolalarimiz juda ko'p o'ynagan bu o'yinlarda. Biz ham yoshligimizda o'ynaganmiz. Hop, puzzle-da mana to'g'ri to'rtburchak hosil bo'lishi kerak ekan. To'g'ri to'rtburchak hosil bo'lish uchun, demak, birinchi navbatda mana bu tomoni tekisini qo'yishimiz kerak. Bu tomoni tekis bo'lgani faqat 2 da turibdi. Demak, men birinchi 2 ni qo'yaman. Endi 2 ga ulanish kerak ekan, mana ulanish kerak. Ulanadigani bu qo'shuv bo'lishi mumkin ekan yoki to'r bo'lishi mumkin ekan. Lekin to'rda ola olmayman. Sababi oxiri tekis bilan tugashi uchun bu to'r bo'lar ekan. 2, demak, qo'shaman. Qo'shuv bilan ulanish uchun, demak, 1 bo'lar ekan. 2 qo'shaman 14 bo'lar ekanda, natijamiz 16 bo'lar ekan. 33-sida ham xuddi shunaqa puzzle berilgan ekan. Demak, men birinchi navbatda albatta 5 ni ishlatishim kerak ekan. Chunki 5 ni qo'ysakgina to'g'ri to'rtburchak hosil bo'lib, tekis bo'lar ekan bu tomonimiz. Oxiriga esa 4 ni qo'yishga majbur ekanman. Endi 5 ga ulanish kerak ekan. Ulanish uchun yo qo'shuv qo'yishim kerak ekan yoki 7 qo'yishim kerak ekan. Endi agar men 7 ni qo'ysam, 57 bo'ladi va unga nimani qo'yaman keyin? 3 ni qo'shishim kerak bo'ladi.
573 keyin ulanmay qolar ekan. Shuning uchun men birinchi 5 qo'shilgan deb qilamiz ekan. Qo'shuvni qo'yamiz. Keyin qo'shuvga ulanish kerak ekan. 7. Undan keyin 7 ga ulanar ekan 3 ni mana bu joyi. 734 bo'lar ekan mana 3 bilan 4 mana shunday ulanar ekanda buni bu yog'iga mana 7 bo'lar ekan. 5 ga 734 ni qo'shadigan bo'lsak 739 bo'lar ekan. Misolda javobi 730 chiqar ekan. 39 chiqar ekan shunda. Hop, keyingi misolimiz masala. Xo'p, demak yulduzchali masala ekan. Yulduzchali masalalarimiz narigi masalalarimizga nisbatan ozgina qiyinroq bo'ladi. Bizda 9 ta doira berilgan ekan. 9 ta doiraga 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo 9 gacha raqamlar shunday joylashtiringki, 4 ta chiziqning har birida joylashgan 3 ta sonning yig'indisi o'zaro teng bo'lsin degan. Demak, 4 ta chizig'imiz mana bu birinchi chiziq. Bu ikkinchi chiziq, bunisi uchinchi chiziq va bunisi to'rtinchi chiziq. Shu doirachalarning ichiga 1 dan 9 gacha joylashtirganimizda har bir chiziqdagi sonlar yig'indisi o'zaro teng bo'lishi kerak ekan. Ya'ni mana bu yer agar 20 chiqsa, qolganlari ham 20 chiqishi kerak. Men 20 ni taxminan olib yozdim. Xo'p, agar bu yer 10 chiqsa, qolganlari ham 10 chiqishi kerak. Lekin 20 emas. Men buni o'chirdim. Demak, 1 dan 9 gacha yig'indilarni men hisoblab olmoqchiman. 1 dan 9 gacha yig'indini hisoblash uchun 1 ga 9 ni qo'shmoqchiman. 1 ga 9 ni qo'shsam 10, 2 ga 8 ni qo'shsam 10, 3 ga 7 ni qo'shsam 10, 4 ga 6 ni qo'shsam 10. Xo'p, bizda mana shu chiziqlarimiz 10larni bildirar ekan. 4 dona 10 bo'libdi va 1 dona 5 oshib qoldi. Shunda mana shu 1 dan 9 gacha hammasini qo'shadigan bo'lsak 45 bo'ldi. Endi qaranglar, shu o'rtadagi son hammasida bor bo'lyapti. Shu o'rtadagi sonni ayirib olganimda, demak, u 4 ta chiziqqa bo'linishi kerak ekan. Mana shu 45 dan qaysidir sonlarni ayirganimda, mana 45 dan, ya'ni mana shu so'roqda ayirganimda chiqqan natija 45 dan so'roqda ayirganimda chiqqan natija 4 ta chiziqqa teng bo'linishi kerak ekan. Demak, 45 dan nimalarni ayirganimda 4 ga bo'linadi. Shular topaman. 45 dan 1 da ayirganimda 44 bo'ladi, 4 ga bo'linadi. Demak, so'roq o'rniga 1 bo'lishi mumkin ekan. Endi 45 dan yana 5 ni ayirganimda 4 ga bo'linar ekan. Ya'ni 45 dan 5 ni ayirsam 40 bo'ladi. U 4 ga bo'linadi. Keyin 45 dan mana 4 qo'shib ketyapman-da. 1 ga 4 ni qo'shsam 5, 5 ga 4 ni qo'shsam 9. 45 dan 9 da ayirganimda 36 bo'ladi. U 4 ga bo'linadi. Demak, so'roq o'rnisida bo'ladigan sonlar demak 1, 5 va 9 ekan. Hop, 1, 5 va 9 da qo'shib qo'yamiz. Shu yig'indini toping deganda, hop, qo'shsak 15 bo'lyapti. Endi bu to'g'rimi, noto'g'rimi deydiganlar uchun mana so'roq o'rniga 1 qo'yamiz. So'roq o'rniga 1 qo'ysak, hop, bizda 44 qoldi. 44 ni demak endi 4 ga bo'lamiz. 44 ni bo'lyapmiz 4 ga. 44 4 ga bo'lsak 11. Bu degani ikkita chekkadagi sonlarimiz yig'indisi 11 chiqishi kerak. Bu yerga 6, bu yerga 5 qo'ydik. Bunisiga 3, bunisiga 8 qo'ydik. Bunisiga 9, bunisiga 2. Va bunisiga 7, bunisiga 4 qo'ysak, xo'p, mana shu 4 ga 1 ni qo'shsak 5, 5 ga 7 ni qo'shsak 12. Mana 9 ga 1 ni qo'shsak 10, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 12. Har bitta qatorimiz xuddi shunaqa to'g'ri chiqadi. Endi 5 ni qo'yganimizda nima bo'ladi? 5 ni qo'yganimizda 40 qoladi. 40 da demak 4 ga bo'lamiz. 44 ga bo'lganimizda 10. Ikki chekkadagi sonlar yig'indisi 10 ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Hop, 10 chiqishi uchun endi biz hozir boshqa chizishimiz kerak.
mana bu yerga dumaloq, bu yerga dumaloq, bunisiga ham, bunisiga ham, bunga. Endi o'rtadagiga men 5 qo'yib oldim. O'rtadagiga mana boshqa rang bilan yozaylik. O'rtadagiga 5 qo'ydim. 2 chekkam 10 chiqish kerak. Xo'p, 10 chiqish uchun bu yerga 9, bunisiga 1 qo'ydim. Bunisiga 2, bunisiga 8. Bunisiga 6, bunisiga 4. Xo'p, bunisiga 8, uni yozib biz 7 bilan 3. Mana shunda hozir bizda mana bu chizig'imiz. Mana shunda hozir bizdagi bu chizig'imiz 15 ga teng bo'ladi. Bu chizig'imiz ham 15 ga. Bunisi ham 15 ga teng bo'ladi. Hop, keyingisi 9 ga qo'yib hisoblaganimizni o'zingiz ishlab qo'yasiz. Men ishlanish yo'lini tushuntirdim. Keyingi savolimiz tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashq. Bu har bitta mavzudan keyin sinf ishi bilan uy ishini o'rtasida har bir mavzuga doir tanqidiy fikrlash savollari berilyapti. Tanqidiy fikrlashingizni rivojlantiring deb. Xo'p, demak, birinchi mavzuda biz qo'shish ayrishda ishladik. Qo'shish ayrishga doir tanqidiy fikrlash misoli ekan bu. Anvarning 2 xil rangli sharlari bor. Sobirning esa 3 xil rangli sharlari bor. Mana bu yerda ko'rsatyapti Anvarni va Sobirni. Sardor degan bola aytayaptiki, demak, deyapti, ularda jami 3 qo'shilgan 2, 5 xil rangli shar bor ekanda, deyapti. Bizda yana aytayaptiki, Sardor qanday xatolikka yo'l qo'ydi? Sardor qanday xatolikka yo'l qo'ydi? Demak, Sardor xato qildi. Sardor xato qilyapti. 3 ga 2 ni qo'shib 5 chiqarib xato qilyapti. Bu yerda qo'shish amali to'g'ri, lekin Sardor nimani xato qildi? Ahamiyat beradigan bo'lsak, u mana bu ikkala qizil ranglilarni ham qo'shyapti-da, xilini qizil rangligi u ikkalasi ham bir xil rang hisoblanadi, lekin 2 xil rang deb hisoblab qo'yapti. Xo'p, demak biz hozir mana sana yozadigan bo'lsak, 2025-yilda turibmiz. 2025-yilni yozish uchun bizda 4 dona raqam ishlatdik, lekin raqamlarimiz necha xil bo'ldi? 2, 0 va 5. Demak, 3 xil ishlatdik. Yoki mana bu yerda Pepsi turibdi 10 dona, Fanta turibdi 15 dona, Cola turibdi 8 dona. Xo'p, jami nechta ichimlik turibdi desa biz 10 ga 15 ni qo'shamiz, 25, 25 ga 8 ni qo'shsak 33. Jami 33 ta ichimlik turibdi ekan. Lekin necha xil ichimlik turibdi desa 3 xil deymiz. Pepsi, Fanta va Cola. Xil bilan ta'ni hisoblayotganimizda adashmasligimiz kerak ekan. Xilni hisoblayotganimizda o'sha xususiyati bir xil bo'lgan narsalardan bitta sanaymiz ekan. Ya'ni u 10 ta Pepsi'da biz 10 xil Pepsi turibdi deymiz ekanda, bir dona, ya'ni Pepsi deb aytamiz ekan. 10 ta Pepsi. Nechta Pepsi bor desa 10 ta Pepsi deymiz. Necha xil ichimlik desa Pepsi'ning o'zi bo'lsa bir xil. Pepsi bilan Fanta bo'lsa 2 xil. Pepsi bilan Cola bo'lsa 3 xil. Shunda bizda Anvar bilan Sobirda qizil ranglar bir xil hisoblangani uchun u ranglarni 5 xil degani xato bo'lib qolyapti. To'g'ri javob unda deyapti mana. U Anvar va Sobirning bir xil rangli sharlar bo'lishi mumkinligini inobatga olmadi. To'g'ri javob D bo'ladi. Ikkinchi savol. Rasulbekning uyidan maktabgacha bo'lgan masofa 800 metr. Bir kuni ertalab soat 7:00 da uyidan chiqib 300 metr masofa yurdi. Jamshid aytayapti, demak Rasulbek hozir maktabidan 800 ayrilgan 300 500 metr masofa uzoqlikda turibdi dedi. Xo'p, demak mana uyidan chiqish vaqtini ko'rsatyapti mana bu yerda.
va maktabga borish vaqtini ko'rsatyapti 7:24. Rasulbekning uyi mana shu yer ekan demak. U bir kuni ertalab chiqdi-da 300 metr yurdi. Qaysi tomonga yurdi? Maktab tomonga yurdimi yoki bu yoqqa yurdimi? U haqida ma'lumot bermayapti. Endi pastda bizga aytayaptiki, quyidagilardan qaysi biri Jamshid qilgan xatolikni ko'rsatib bera oladi deb. Demak, Jamshid xato qilgan bo'lsa, Jamshid nima qilib xato qildi? Jamshid 800 dan 300 ni ayirib 500 dedi. Bu amal to'g'ri bajarildi. 800 dan 300 ni ayirsak 500 chiqadi. Lekin faqat Jamshid 500 metr masofa qoldi maktabigacha deyapti. Shu gap xato bo'lyapti. Demak, u uyi tomondan maktab tomonga yurmayapti-da, boshqa tomonga yuradigan bo'lsa, u xato qilgan bo'ladi. Ashunda 800 dan 300 da ayrilmaydi. Yana ham 800 ga 300 qo'shilib, maktabidan 1100 uzoqlikda bo'lib qolishi mumkin. Yoki uyidan chiqib turib, bu tomonga qarab yurgan bo'lishi ham mumkin. Mana, bu tomonga qarab yurgan 300 yoki bu tomonga qarab 300 yurgan bo'lishi ham mumkin. Biz o'shani ayta olmaymiz. Shuning uchun maktab tomonga yurmagan deb hisoblab, u xato qildi deymiz. Rasulbekning darslari ertalab emas, balkim peshin vaqtidan keyin boshlanadi deyapti. B'sida bugun yakshanba bo'lishi mumkin, ya'ni bugunda maktabda darslar bo'lmaydi. C'sida Rasulbek maktabidan boshqa tomonga qarab yurgan bo'lishi mumkin deyapti. Demak, C javob bizda to'g'ri javob hisoblanadi. Xo'p, demak, sinf ishisi ham tugadi, tanqidiy fikrlash ham tugadi. Uyga vazifasi bilan o'zimiz ishlaymiz. Hurmatli o'quvchilar, tushunmagan misollarimizni so'rashimiz mumkin.